Hech kimda ayolimni tushkunlikka tushmasin. Hech kimda tushkunlik tushmasin. Ayol yiqilmaysa ishlaydi zamonga o'tiribman. Hozir suvdan choy ichib, boshqadan dorilar qo'llanma qiladim hozirlikdan. Bu tomonga o'tyaptimi? Bu tomon chapdan qilmayman, u tomon. Qo'l ishlamay, oyoq ishlamaydi. Ovqat har kuni shu ahvol. O'zi ovqat yeyolmaydi. O'zi ovqat yesa qolmaydi. Shu kuni yurib ketsa qolmaydi, deymi? O'chilmay gapirib yurib ketsa qolmaydi, deymi? Odam zot hech kim kasal bo'lmasin bu dunyoda. Hech kim oyolim erkagim kasal bo'lmasin, deymi? Hech kim kasal bo'lmasin. Suynakani ko'rib odam yuragi achishib ketyapti, jigarlar. Nahotki shu bugun qo'ldan kelgancha bitta yordam bersak shu oilaga. Juda ham xo'rlanib ketibdi. Shunchalik ham odam zot kasal bo'lgandan keyin aka bunday bo'lganda ahvol tushganligi qayerga borishingizni bilmaysizmi? Tezpayni umuman bilmaganlar uchun Tezpay haqida ozgina ma'lumot berib o'tsam. Tezpay bu Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari. Tezpay orqali siz Rossiyadan turib yaqinlaringizning uz kartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga va internet provayderlariga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. Tezpay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab olib, bemalol xizmatlardan foydalaning. Hozir tamom bo'ldim aka. Nima bo'lsa shu peshonamga sog' bo'lsin deyman. Ertadan bo'lsa o'zim kechirolmayman aka. Mazasi bo'lmay qoldim men. ovqatchan istayapsiz. Sayz qilmang. Hech kim kasal bo'lmasin aka. Tamom bo'lgan o'zi tamom bo'ldim aka. Hech kim ayol kasal bo'lmasin. Hozir yarim soat nafas qotib qolib, qo'llar oyoqlar qotib qolyapti. Gapirolmaydi, yurolmaydi. Qo'limdan skoriya chaqirib kelib borchi, skoriya kelib rahmat shu doktorga dedim. Hozir qo'llar oldi. Hozir endi ovqat hozir suvdan hozir bering deb o'yladim. Ovqat ham yemay qo'ydi. Bugün ovqat berdingizmi? Bo'ynam hozir qani suvdan shu ovqat ham ona qilinmayapti deb qaltirab qo'yapti. Mana shunday qotib qolyapti. Shunday qo'yapti. Hozir endi suvdan bering dedi doktor. Hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Nima ovqat qildingiz nasib siz enaga? Shu qilim suvlagan aqdimi? Gap yo'q. Aka-ukalar mana ko'ryapsizlar. Assalomu alaykum. Yana bir bor hammaga Suyun akamiz mana ko'rib turibsizlar o'zi. Ovqatlarni qilib mana so'zib o'tmay o'sqanalar. Bu yoqqa chopaman, yana bu yoqqa chopaman. Pampers almashtiraman, o'g'limni maktabga jo'natib, tani o'g'lim voyaga yetmagan. 5 yil o'qiydi, bu yoqqa chopaman deman. 5 minut bu yoqqa chiqincha baqirib yig'lab yotdi. Demak, bo'yni mazasi bo'lmay qoldi. Umuman o'zini bilmay qoldi. Toza yuragim. Ertaga bir nima bo'lib qolsa, qanday kechiraman bunday qilib deyman. ko'plar like'larni bosingizlar, like'larni bosib, qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab turingizlar. Ahvolini ko'ryapsizlar, oshxonasining ahvoli jigarlar. Mana shu kichkinagina darsida oshxonaning ahvoli endi. Qilgan shu aka, bu yoqni qilmasam, bu yoqni uni qilmayman deyman. Hech kim ayol kasal bo'lmasin deyman. Xudolar hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Hech kim Bu nima? mana yana yo'q deb bu qon solib qo'yasiz. Uni yo'q deb ovqatni xomir qilmayman. Shu bor soqpillar asta shunga uni soqib qo'yib ovqat qilib qo'ydim deyman. Xomir qilay shunga bechara xomirim kasalam bo'lib qo'yganligini qo'ymay qoldim. Aka-ukalar mana holatni ko'ryapsizlar. Shirvo qilib, o'zi ovqat qilib, oshxonalarni qarang. Oshxonalar ham bir ahvolda. Xudoy, Alloh shifo bersa, hech kim kasal bo'lmasin. Bu dunyoda hech kim kasal bo'lmasin. Yaratgan Allohim hammani asrasin. Asrasin hammani. Hech kimda ayolimni tushkunlikka tushmasin. Hech kimda tushkunlik tushmasin. Hech kim Mana sen aka. oylarida kelingizlar, mana shu yerda karta raqamlar turibdi, mana shu yerda karta Qo'l ishlamay, oyoq ishlamaydi. Ovqat har kuni shu ahvol. O'zi ovqat yeyolmaydi. O'zi ovqat yesa qolmaydi. Shu kuni yurib ketsa qolmaydi, deymi? juda qiynalibdi. Sen aka juda ham qiynalibdi. Jigarlar, ko'rganlar hozir mana ko'ringizlar, o'zi Ramazon oylarida bir oila qanchalar qiyin ahvolda yashayotganini. Yo'q, bu tomon. Shukr qilishimiz kerak. 2018-yildan beri
Kimlargadir ibrat, kimlargadir o'rnak bo'lsin, mana ko'ryapsizlarmi? Kissaqal o'zi yelmaydi, mustaqil yelmaydi. Har kun kecha kunda shu ahvol. O'chilmay gapirib yurib ketsak qani deyman. Odam zot hech kim kasal bo'lmasin bu dunyoda. Hech kim ayolım erkagim kasal bo'lmasin deyman. Hech kim kasal bo'lmasin. Suynakani ko'rib odam yuragi achishib ketyapti, jigarlar. Nahotki shu bugun qo'ldan kelgancha bitta yordam bersak shu oilaga. Juda ham xo'rlanib ketibdi. Shunchalik ham Odam zot kasal bo'lgandan keyin aka bunday bo'lganda ahvol tushgansiz. Qayerga borishingizni bilmaysiz deyman. Ertaga kechgacha shu yerda bo'lsa meva tursa, beqilib qilaman. Bu uyni supuraman, tozalab qo'yaman, pampersni almashtiraman. Bir joy ish qilmayman deyman. akalar. Hech kimda ayol kasal bo'lmasin, insonlar yordam beringlar. Aka yig'lamang, Alloh shifosi so'rang, Allohdan shifo so'rang. Allohga shukr aka Allohdan. Yurib ketsin, gapirib ketsin, nima yurib gapirib ketsa ekan.